Assalomu alaykum. Kamera olam kuzatuvchilari, bizda barcha turdagi kameralardan bor. Xudo xolasa sizlarga har bir kamerani nech pulga tushishini, narx-navosini birma-bir aytib chiqamiz. Xo'p, mana men sizlarga hozir birma-bir aytadigan bo'lsam, mana bu kameralarimiz 1230 modelda bo'ladi, 2 megapikselli, ovozsiz bo'ladi, 350 ming so'm, ovozligi 450 ming so'm bo'ladi. Bunisi bo'ladi, 4 megapikselli bo'ladi, 1431, ovozligi bor, ovozsizi bor. Narxi 500 ming so'm ovozligi 550 ming so'm. 550 ming 580 ming chiqadi bular narxi. Xo'p, agar ko'chalarga deydigan bo'lsa, mana bu kameralardan bo'ladi, motorli bo'ladi, ichi zoomli. Bular 1 million 400 ming so'm. Xo'p, asosiy kirish joylariga qo'yiladi. Yo'q, arzonroq kameralardan ko'rsating deganlarga mana bu kameralardan bo'ladi. Narxi 150 ming so'm. Общий bular apparatlari bilan ishlaydi. Kamerani o'zi shu narx bo'ladigan bo'lsa, apparatlari bilan, xo'p, mana bu komplektimiz bo'ladi. Bir dona kameramiz, 2 megapikselli ovozli, 1 terabaytli hardimiz bo'ladi, original. Bu blokdan hapimiz bo'ladi, opsion smesiga hisoblab beraman. Xo'p, kamerani o'zi 450 ming so'm ovozligi, apparat bo'ladi 4 kanalli 600 ming so'm, 1 terabayt xotiramiz 500 ming so'm. Xo'p, hub bilan blokdan 250 ming so'm bo'lsa, bir dona kameramiz 1 million 800 ming so'mga tushyapti. Общий mana endi ustanovkasidan tashqari, ustanovkasi 200 ming so'm bo'ladi. 2 millionga to'g'ri kelyapti. Yo'q, men yana bitta qo'shmoqchiman yoki ovozlidan, ovozsizdan deydigan bo'lsa, mana bir dona kamera qo'shadigan bo'lsa, ovozsiz plus 350 ming so'mga to'g'ri keladi. 2 million 350 ming plus 200 ming so'm ustanovka. 2 million 550 mingga to'g'ri kelyapti. Общий olib borib ustanovka qilib berishimiz bilan 2 dona kamera. Xo'p, har bitta kameraga 10 metrdan simini ichida qilib beramiz. Olib borib ustanovka qilib beramiz vodiy bo'ylab. Mana bunimiz bo'ladi. Ikkita ovozsiz bo'ladigan bo'lsa, shundan 100 ming so'm arzon bo'ladi. 2 million 450 ming so'm bo'ladi. Endi ko'pchilik chet elda turib, nima desam bo'ladi, uyimni kuzatib turaman, bolalarim kuzataman deganlarga bir dona sim kartali Wi-Fi routerdan qo'yib beramiz. Uyda Wi-Fi yo'qlarga. Chet elda tursa ham, nima desam bo'ladi, uyini xotirjam kuzataveradi, bolalarini bemalol nazorat qilaveradi. Sim kartali Wi-Fi router bo'ladi. 400 ming so'm qo'shiladi. Plus 400 ming qo'shadigan bo'lsak, 2 million 850 mingga 2 dona kamera olib borib ustanovka qilib beramiz. 20 metr sim ichida bo'ladi. Keyin garantiyalar bor. 1 yil kafolat beramiz. Garantiyasi bor. Xo'p, mana endi 4 dona kamera qo'shib, 4 dona qo'yadigan bo'lsa, 2 dona kamerani o'zi qo'shiladi xolos. Bu apparatlari 4 tagacha yetadi. Yo'q, menga 8 tali qilib bering, keyinchalik qo'shaman desa, apparatni o'zida 100-150 ming farq qiladi xolos. Mana shu holatiga, xo'p, plus 700 ming so'm 2 dona kamera bo'lsa, 300 ming ustanovka ikkitasiga mana. 3 million 850 ming so'm bo'lyapti. 4 dona kameramiz, общий ustanovkalar. Mabodo tushunmaganlarga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp shu nomerda bo'ladi. Ishlayveradi. Yo'q, menga yaxshirog'idan deydigan bo'lsa, endi xonadon, ofis boblari shular. Endi yo'q, men yaxshiroq, tiniqroq deydigan bo'lsa, 4 megapikselligi bo'ladi buni. 4 tiniqroq bo'ladi. Odamni 25-30 metrdan bemalol tanisiz bo'laveradi. 2lilarda 10 metr, 15 metrdan tanaverasiz. Xo'p, mana 4 megapikselligimiz, kamerani o'zi 550 ming so'mdan ko'paytiramiz 2 dona. Ovozligi bo'ladi. Ovozsizi 500 ming so'm. Plus 1 terabaytli hardimiz 500 ming so'm. Buni apparati 750 ming so'm bo'ladi, 4 kanalligi. Plus 750 ming. Plus 400 ming blokdan bo'ladi. 2 dona kamera 2 million 750 mingga chiqyapti. Endi ustanovkasi, xo'p, 400 ming so'm ustanovka bo'ladi. 3 million 150 mingga общий olib borib ustanovka qilib beramiz. 2 dona kamera ovozli bo'ladi. 20 metr sim ichida qilib beramiz. Bu 4 megapikselligi bo'ladi. Yo'q, arzonroq deganlarga 4likda o'zimizni Qo'qonda chiqib turgan kameralardan bor-da. Hali 4 megapiksellik deylar, to'g'ri, megapiksel mana bu kameralardan bo'ladi. Buni kattaroq yoki kichkinaroq ko'rinishlarida bor. 2 million 300 ming, 2 million 400 mingga to'g'ri keladi, 2 donasi, lekin sifat bilan sifat farqi bor, to'g'risi. Kattasidan ham farqli qilinadi. Endi hozir mana men sizga ko'rsatadigan bo'lsam, mana 4 megapiksellik kameramiz shu. Narxi 500 ming so'm. O'zimiz qo'yganimiz. Xo'p, mana bu kameramiz bor, mana pastga qo'yganmiz o'zimiz. Mana yaqinroq olib kelavering, endi birma-bir ko'rsatamiz mana. Bu kamera bo'ladi, hozir men sizga aytganim 350 ming so'mlik kamera shu. 1230 IP kamera bular.
Buni ovozligi ham bor, ovozsizi ham bor. Bemalol bitta xonani olib beraveradi mana bularni. Odamda 10 metr, 15 metrdan tansiz bo'laveradi. Mana bu kameralarimiz bor. 2 megapikselli 450 ming so'm. Bu ishchaligi bo'ladi. Hozir men sizga bir qator ko'rsataman. Kameralarni mana bunimiz bor. Bu ham 2 megapikselli. Menga tiniqroq deganga mana bu ham 2 megapikselli. Narxi 350 ming so'mlik kameralar shular. Hozir eng arzoni nech pulga o'rnayapti? Ikkitasini hisoblaylik. Eng qimmati nech pulga o'rnayapti? Eng arzoni 2 dona kamera qo'yadigan bo'lsa, mana bu kameralardan bo'ladi. 2 donasi 1,5 million, 1 million 550 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Общий obor uстановka qilib berishimiz bilan birga 20 metr sim ichida bo'ladi. Yo'q, menga yaxshirog'idan deydigan bo'lsa, shu IP kameralar tavsiya qilamiz. Endi men bir dona kamera qo'yaman, uyimda Wi-Fi bor deganlarga mana bu kameralarimiz bor. Ham sim kartaga ishlaydi, ham Wi-Fi ga ishlaydi. Narxi 750 ming so'm. Tepasi to'g'rini oladi, 2 ga bo'lib olib beradi, 3 tomonlama olib beradi. Pasti 360 gradus aylanib olib beradi. Bu yonidagilar projektor bo'ladi. Narxi 750 ming so'm. Yo'q, arzonrog'i ko'rdim deganlarga Wi-Fi li o'zi bo'ladi. 2 tomonlama olishi bir xil. Prosta bular 2 tomonlama oladi. Narxi 550 ming so'm. Telefonga ulanadi. Chet elda bo'lsa ham telefondan ko'rib tursa, boshqarsa ham bo'laveradi. Telefondan gapirib tursa ham bo'laveradi. Xo'p, mana xonalarni ichiga qo'yadigan bo'lsa, mana bu Hikvision kameralarimiz, patolochni kamera 350 ming so'm. Buni ovozligi 450 ming so'm. Bular ham xuddi shunday apparatlari bilan o'xshab hisoblab beramiz, birma-bir. Kamerani tanlashiga qarab. Mana bu kameralarimiz bor. Hikvision ulishni deyiladi, 1230. Narxi 350 ming so'm, ovozligi 450 ming so'm bo'ladi. Mana bunimiz bor, 4 megapikselligi, narxi 500 ming so'm, ovozligi bor, 580 ming so'm chiqadi. Agar quyosh panelli menda tok yo'q degan joylarga bu kameralarimiz 1 million so'm, telefondan boshqarsa sim karta tushaveradi. 360 gradusga aylanib olaveradi. Bu qanaqa kechasi ham olaveradi? Kechasi kunduzi olaveradi. Bugun bir kun zaryadga oladigan bo'lsa 72 soat ketadi. Bu degani 3 kunga yetadi degani bitta zaryadkada. O'zi yorug'likdan ham olaveradi. Endi xonalarga qo'ygani, men telefondan gapiraman deganlarga bu kameralarimiz ham Wi-Fi ga ishlaydi, ham apparat bilan ham ishlayveradi. Wi-Fi bo'lsa telefonga ham ulanaveradi. Narxi 500 ming so'm. 2 megapikselli bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, mana bularimiz bor. HD bo'ladi. Birinchi vipskalardan Hikvisionga tegishli bular 350 ming so'm. Lekin bu kameralarimiz IP kamera bo'ladi. Bular HD. IP kameralarimiz yaxshiroq bo'ladi. Kachchasi ham tiniqroq bo'ladi. Mana bularimiz bor, hozir o'zimizga qo'yganimizda. Narxi 450 ming so'm. 90 gradusda olib beradi. Ovozli desa, ovozligi ham bor bularni. Mana bu kameramiz bor, hozir eng oxirgi naqada ham ovozli bo'ladi, ham projektorli bo'ladi. Dahva firmasiga tegishli 4 megapikselligi 650 ming so'm. 2 megapikselligi bor, narxi 500 ming so'm. O'pshi bu ham apparatlari bilan ishlaydi. Miyalarini o'pshi komplekt hisoblab beramiz. Yaxshi. Xohlovchilarga mana kattalari ham bor ekan. Ha, bular mana bu kameralarimiz nima desam bo'ladi? Qurilishlarga, katta obyektlarga qo'yadi, 360 gradusga aylanib oladi. 300 metr, 400 metrdan yaqinlikda olib beraveradi. Telefondan boshqarsa ham bo'laveradi. Asosiy miyalari bilan ishlaydi bular. Xo'p, nima desam bo'ladi? Bular 3,5 million so'm. Donasi. Ha, kamerani o'z apparatlar bilan qo'yadigan bo'lsa, bir 5 millionga aylanadi. Mana bu kameramizdan bo'ladi. Kechasi yu kunduzi nomerda olib beradi. Odamning yuzini rasmga ham oladi. Nima desam bo'ladi? Harakatni ponni naqada olib beraveradi. Videoga, rasmga. O'tgan mashinani rasmga olib beradi. Velosiped o'tami, shu harakatni olib beraveradi. Bu kamerani o'zi 360 dollar. Qog'ozga asosiy bazalarga qo'yiladi, kirish joylariga, postlarga qo'yilyapti ko'proq. Shunaqa. Dahva firmasiga tegishli bular. Original kamera. Garantalari ham bor 1 yil. Servis xizmati bor, xudo xolasa. Uyimda kamera bor, lekin nima desam bo'ladi? Telefonda ko'rolmayapman deganlarga sim kartali Wi-Fi router o'zi ham internet ham ishlatsa ham bo'laveradi. Narxi 420 ming so'm. Kameralarga qo'shib internet tarqatsa ham bo'laveradi. O'zi oddiy uyda aloqa ishlatsa ham bo'laveradi. 50 metr masofaga tarqatadi. Bir dona sim karta orqali ishlayveradi. Xo'p, endi ustanovka qayergacha bo'ladi? Ustanovka vodiy bo'ylab bo'lyapti. Kelishilgan holatda dastavka butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraveramiz. Pochta orqali chiqarib beryapmiz. Xudo xolasa unaqa hali yolg'on gapirib aldamda etilmaydi. Do'konimiz tayin, xudo xolasa shetdamiz, nomer qoldiramiz. 24 soat ishlaydi.
Akalar, mana bugungi videoda sizlarga qo'ldan kelganicha kamera narxlarini hisob-kitob qilib berdik. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon shahri, bozor ichida joylashgan. Ya'ni mana bu taraf bozor ichi, dehqon bozori bo'ladi. Dehqon bozorining ro'parasida Korzinka Dur market joylashgan. Dur marketdan ses tarafga ozgina yurib kelganinglarda chap qo'linglarda Ponsod masjidi bor. Shu Ponsod masjidining biqinida kameralar olami do'koni joylashgan. Bu yerda azizlar barcha turdagi kameralar, Wi-Fi routerlar, mana zapchastlar bor. Aytaylik, inkubatorga deysizlarmi, xolodilnikka deysizlarmi, barcha turdagi zapchastlarni bemalol topsangiz bo'ladi. Qanaqadir savol bo'lsa, ekranda nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Akalar, aziz kuzatuvchilar, bu ma'lumotni foydali deb hisoblasanglar, albatta bitta like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar va xuddi shunday kamera va zapchast qidirayotgan do'stlarimizga ushbu videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.